Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırağa giriyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2023 yılı 12. ayının 23. günü. Hürmetli vatandaş, bugün yani 2021 yılının 12. ayının 23. günüdür. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Uyg'urlarni majburiy emgakka solishdan saqlanish qonuniga imzo qo'yib, rasmiy qonunga aylantirdi. Shu kundan boshlab hozirgacha hisobda Amerika Qo'shma Shtatlarining tamojna idorasi ve Amerika Qo'shma Shtatlarining chegara qo'g'dash qismlari idorasi ikki organ birleşip degedek Müstemlika Uyg'uristondan, yani Şinjan Uyg'ur Abdunam rayonidan sodayaki eksport tariqasida Amerika bozorlariga yetib kelayotgan mal buyumlarni yoki Xitoyning to'g'ri mahsulotlarini bir qancha qatam cheklab qoldi va chegarada tutib qoldi vatandoshim. Bu qonunga imzo qo'yish amaliyotda 2021 yıl 1. ayının 15. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisida Cumhuriyet Partiyasining Şinjan Uyg'ur Abdunam rayonida yo'l qo'yayotgan siyosati yuqori besimli qirg'inchilik, yani keyingi vaqtlarda biz atadik Uyg'ur qirg'inchiligi degan mushuning munosabatlik musha qaror yoki Davlat Majlisining bu bildirimisi naqti nazariga asoslanib majburiy emgakka solishmi shunda qirg'inchilikdan, yani mecburi emgak solishning o'zim bir xil milliy qirg'inchilik, Uyg'ur qirg'inchilik ekanligini isbotlash tegishli ahvol ostida Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden imzo qo'yib, bu qonun loyihasini amaliyotga qonunga aylantirdi. Biz bugün bu qonunning yoki qonun loyihasining qonunga aylanganligining 3 yilligini tabriklaymiz vatandoshlar. Hozir navbatda Amerikada, yani Asya Erken Asya Radyosu Uyg'ur bölümünün xabariga asoslanganda yaqinda Xitoy Kompartiyasi O'rta Osiyo davlatlari bilan birlikda imzolagan kelishimda, masalan, odam badanidan kesib olingan ishki organizm, ishki organlar sodisi yoki bu texnikasini O'rta Osiyo davlatlariga o'tkazib berish va yoki mushu yo'l sonida mushu tariqada soda tijorat qilish bilan yakuni atalmış qonunlashtirish, Xitoyning qonuni bo'yicha qonunlashtirish. Demak, bu mesela Uyg'urga yana qirg'inchilik to'g'risi 2. yoki 3. xil shaklda Xitoyning hujum qilishi yoki qo'l solishi bo'lib hisoblanadi. Hatta bu yangi tug'ilgan bovoqlarni operatsiya qilib, uning ichki organizmini elib naq maydonda o'ldirayotgan. Bu xabar saqlaqliq, hozir bu to'g'rida to'xtalmadik. Kelar qatimda bir mavzuda maxsus mushu to'g'rida to'xtalamiz vatandosh. Biz mushu masalalarni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining foydalanib, yani nurg'un materiallar masalan yaqinda 22. günü tungunlardan Prezident Joe Biden imzo qo'ygan 2024 yillik davlat mudofaasi huquq berish qonun loyihasida ko'rsatilgandek, düşman davlatlar qatoridagi Jungo, yani Jungoga taalluq bo'lgan Shangang, Hong Kong, Oman qatorliq rayonlarni düşman davlatlarga ayirdi hamda aytib to'g'ri qildi Davlat Majlisi. Bu qonun loyihasini ma'qullab, to'g'ri qildi Davlat Majlisi va Prezident Joe Biden buningga imzo qo'yib, yana to'g'riliq ustiga to'g'ri qildi. Qo'llaymiz, olqishlaymiz.
Mana muşu mesele, masalan, ishki organizm bilan O'rta Osiyoda savdo qilishni qonunga aylantirgan Jungo Kompartiyasi. Ondan düşman, xalqaro düşman septiki Amerikaning va boshqa demokratik dunyoning düşmani deb ayrilgan Xitoy Kompartiya hukumatini ham muşu bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ishki palata, Avam palata va Kengash palata a'zolarining bayramdan keyin yangi yilga kirganda Xitoylarning şirketlerini muşununga alaqadar şirketlerini yana bir qatam embargo qilishini umid qilamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisidan ham talab qilamiz. Masalan, alayliq hozir mustamlik Uyg'uristonning qenini sho'rayotgan ikki cho'ng shirkat Jungo Nepet şirketi, Jungo Nepet Ximiya şirketi, tabiiy gaz ve ham nepet. Uyg'uristondan haqsiz bulab ketayotgan bu boyliqlarni Amerika Qo'shma Shtatlarining diqqat bilan nazarga elib va balki mushu boyliqlarni to'shib ketayotgan Jungo shirkatlarini embargo qilishini, nayta qattiq embargo qilishini umid qilamiz. Hozirgacha Chinchuango, yani Erkin Tuniyaz, yani kimidi bir muavin reis vardı. Shularning hammasi Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoning amaldorlari hisobida Amerika Qo'shma Shtatlarining boykot, yani embargo qilishiga uchradi. Buning natijalari ko'p bo'ldi. Endi kelib, mushu kunda, mushu oyda Prezident Joe Biden imzo qo'ygan Davlat Mudofaasiga huquq berish qonun loyihasining ro'yi bo'yicha va Xitoyning navbatda ishki organizmni O'rta Osiyo davlatlari bilan savdo qilishga belgilaganligi va qonunlashtirishga nazarga elib, yana bir qatam Xitoy shirkatlarini bo'libmi Uyg'uristondan qon o'rnida ishib foydalanayotgan Jungo Nepet Ximiya şirketi, Jungo Nepet şirketini embargo qilishini Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisidan tuvallik bilan va samimiyat ichida talab qilamiz. Biz Uyg'urlar, bizning umidimiz mushu orqali Xitoyning har bir harakatiga, masalan, Xitoyning Uyg'ur qirg'inchilikni xilma-xil shakllarda yo'lga qo'yishiga zarba berishni, Davlat Majlisining shundoq zarb berishini umid qilamiz.